Assalomu alaykum. Bir 15 yil oldin o'ylab topgan metodim bor, uslubim. Bir paytda o'zida hayvonga 3 ta har xil turdagi bir-biriga antagonist bo'lmagan dorilarni jo'natsa bo'ladi. Vitamin qilamiz. Общий укрепление, общий rezistentlikni oshirish uchun. Bundan tashqari bizning xalq tilidan semirsin, suyagiga olsin, boshqaga shuni qilsa bo'ladi. Undan keyin antibiotik qilamiz. Hozir masalan mavsumiy kasalliklar, bronxitlar ko'p bo'ladi, yo'talish, mishiq oqish boshqa narsalarga unga qilsa bo'ladi. Undan keyin parazitlarga qarshi antiparazitarni dori qilamiz. Bu faqatgina to'g'ri tushuninglar, ko'pchilik tashqi parazitlarga ham deydi, yozilgan-ku, lekin bu tashqi parazitlarga ishlaydi. Hali inyeksiyani ishlash davomida ozgina vaqt o'tib qoladi. Shunga nisbatan yana sizlar baribir ikkita parazitlarga qarshi obработка qilinglar. Bu ham ishlaydi-ku, ichki parazitlarga qarshi. O'sha jigarda bo'ladigan qurt, ichakda bo'ladigan qurt, o'pkada bo'ladigan qurtlarni ham to'kadi. Dorilar nomini aytmayman, reklama bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun nima inyeksiya qilayotganimni lichkaga yozsanglar, aytaman. Kompleksni qanaqa qilinadi, ko'rib olinglar. Qo'y ishlashda fiksatsiya qilinadi, bo'ladi. Внутримышечное ведение sondan qilsa bo'ladi, bo'yin go'shiga qilsa bo'ladi, bo'shli joyiga. Hayvonni yaxshilab fiksatsiya qilib turadi. Shu joyda e'tibor beringlar, ko'pchilik cho'loq qilib qo'yishi mumkin, cho'loq deydi. O'shani tushunadi. Olamiz. Bo'shli joy topdik. Inyeksiya qiladigan joy bor, maxsus. Oldik, inyeksiya qilamiz. Bo'ldi, bu taraf bo'ldi. Endi aylantiradi qo'yni. Aylantir. Ikkinchi tarafiga. Внутримышечное ведение. Yana. Sekin shoshilmaysiz. Bu yoqqa olib keling. O, malades. Baribir qimillaydi qo'y. Jonzot qimillaydi. Mana ikkinchisini ham qildik. Mana endi yana uchinchi inyeksiyamiz qilamiz teri ostiga. O'sha parazitga qarshi. Mana jo'natdik. Keyin qaranglar. Har doim ukol qilganimizdan keyin oyoqlar cho'loqlanib qoladi, boshqa. Hayvon inyeksiya qilayotganida qimillayapti. Sizlar to'g'ri to'qimani nima deydi? Test qilyapsizlar, baribir lat berasizlar. Shu paytida bir xilda dori so'rilmay qolishi mumkin, aksess bo'lib qolishi mumkin. O'shani oldini olish uchun hayvonni qo'yib yurg'izish kerak. Shunday oqsayotgan bo'lsa, o'sha inyeksiya qilinganini yaxshilab massaj qilib, g'ijimlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.